Boshqa uyimni ham ko'rsataman. U meni xonam. Bu kuchukchamiz. Bu meni xonam. Bu uyni 4 yil oldin aprelda bo'lganimda remont qilgandik. Mana shu uyda meni bolaligim o'tdi. Oilam bilan barcha xursandchiligim hammasi mana shu uyda. Va men bu uyni hech narsaga yarashmayman. Kecha sizga mana shu uyni quraman deb ko'rsatgandim. Inshaalloh Alloh xohlagan kuni mana shu uyni qurib tugatishga harakat qilaman. Hammasi Allohga oson.